2025 Chevrolet Blazer zamonaviy dizayni, kuchli texnik imkoniyatlari va qulay interyeri bilan o'rta o'lchamli crossover segmentida alohida o'rin egallaydi. Ushbu model tashqi ko'rinishda sport uslubini saqlab qolgan holda, agressiv old panjara, ingichka LED faralar va aerodinamik chiziqlar bilan yanada jozibador bo'lib ko'rinadi. Blazer shaharda ham, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan bo'lib, kundalik hayotga mos keladigan amaliy yechimlarni taklif qiladi. Keng g'ildirak bazasi va mustahkam kuzov avtomobilga barqarorlik va ishonch bag'ishlaydi. 2025 Chevrolet Blazer bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Asosiy komplektatsiyada tejamkor va yetarlicha quvvatga ega turbinali benzin dvigateli taklif qilinadi. Yuqori versiyalarda esa kuchliroq va 6 dvigatel mavjud bo'lib, u tezlanish va tortish kuchini sezilarli darajada oshiradi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlashi bilan ajralib turadi va yoqilg'i sarfini optimallashtirishga yordam beradi. Old g'ildirakdan tortish yoki to'liq tortish tizimi tanlovi haydovchiga yo'l sharoitiga moslashish imkonini beradi. Salon dizayni zamonaviy texnologiyalar va sifatli materiallar uyg'unligida yaratilgan. Keng o'rindiqlar uzoq masofalarda ham charchoqqa yo'l qo'ymaydi. Orqa qatorda esa yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud. Markaziy konsolda katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto'ni qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatadi. Ichki yoritish va iqlim nazorati tizimi qulay muhit yaratadi. Xavfsizlik masalasida 2025 Chevrolet Blazer zamonaviy yordamchi tizimlar bilan jihozlangan. Avtomatik tormozlash, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish, kor nuqtani nazorat qilish va adaptiv kruz nazorati kabi funksiyalar haydashni yanada ishonchli qiladi. Mustahkam karkas va ko'plab havo yostiqchalari yo'lovchilarni himoyalashga xizmat qiladi. Ushbu imkoniyatlar Blazerni oilaviy